Qizlar bilasizlar, pochchalar yutqizib qo'ydilar. O'shanga o'yladim, nima shart bersam ekan deb. Doston aka hozir 10 minutda karta tashlayveraman. Xo'p. Va shunaqa zo'r sizlarda. Endi nima shart beradi deb yozdim. Bitta qiz zo'r menga предложение beribdilar. Как раз ayol kishimanu. Fursatdan unumli foydalanishim kerak. O'zbekiston bo'ylab 30 dan ortiq filialga, 5000 dan ortiq assortimentga, Turkiya, Rossiya, Italiya, Baku hamda o'zimizning mahalliy kafolatlangan tillarni sotadigan Asl Zar do'koniga keldim. Bilaman, har bitta ayol kishi bayramlarda sovg'a olishni yaxshi ko'radi. Erkaklarni qiynamagan holda Asl Zarda zo'r imkoniyatni yo'lga qo'yishibdi. Qaranglar, do'konga kelasizlar, istalgan tillarni tanlaysizlar, o'z narxida 3 oydan 12 oygacha og'zaki kelishuv yoki bank asosida bo'lib to'lashga xarid qilsanglar bo'ladi. Agar naqdga oladigan bo'lsanglar, naqd 20% skitkasi ham bor ekan. Do'konni egalariga prosta respekt, bayramdek bo'lsin, erkaklar ham xursand bo'lsin deb qaranglar. Naqdga olasizlarmi, bo'lib berishga olasizlarmi? Har bitta xaridor uchun kafolatlangan sovg'alar qo'yib qo'yishibdi. Ya'ni, mana shu sovg'alardan bittasini sizlarga tepa-tekinga qo'shib berishar ekan. Men kattaroq komplekt olganim uchun mana bunaqa parovoy dazmol qo'shib berishdi. Как раз yangi uyimga ko'rmani ham bo'ldi deb hozir kulishamiz. Bemalol Asl Zar do'koniga kelinglar. Ushbu aksiya 31-maygacha davom etadi. Yaqininglarni xursand qilinglar. 1 grammdan tortib 100 gramm, 200 grammgacha bemalol tillalarni topib, komplektlarni xarid qilsanglar bo'ladi.